endi bu rentgen ham davolash, ham tashxislash maqsadida. Masalan, yopiq truba suyuqlik jo'natganda bosimi hisobiga ochilib ham ketishi mumkin. Agar shu suyuqlikni kuchi yetmasa, bir taraflama yopiq yoki ikki taraflama yopiq deb zaключение beradi. Xo'p, bir safar ochtiribsiz, homila kuzatilibdi. Endi faqat muammoni shundan qidirib, yana shu narsaga murojaat qildingiz. Oxirgi marta qachon tekshirdingiz trubani? Xo'p, ikkala tarafi hammi. Aha, bo'ldi. To'xtalmaymiz. Xo'p, nima uchun o'zi bu yopilib qoladi? Kichik chanoq a'zolaridagi o'tkazgan operatsiyalarimizni hisobiga yallig'lanadi. Bir yilda 5-6 marta gripp o'tkazsak, u bakterialniy bo'ladimi, virusniy bo'ladimi, tuxumdonga asorat beradi. Adnoksid afaritlar deymiz, tuxumdon yallig'lanadi. U tuxumdonni yonida, demak, truba boshlanyapti. Shu trubalar ham demak yallig'lanib, shunaqa reaksiyani qiladi, yopilib qoladi, ichida sliz bo'lgani hisobiga. Endi yana bitta holat, bular infeksiyalar. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan ureoplazmoz, mikoplazmoz, xlamediya degan infeksiyalar bor, ana o'shanda ham truba yopilib qoladi. Xo'p, qo'lingizda nima bor hozir tekshir